Yangshu, Savsao'nun shuncha aqlliq mushavir turib, nimishqa Savsao tarafidan o'ldirildi? Yurak berib saqlab etgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch balchadan ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Yangshu Savsao'ningki dangliq mushavir, ham shundoq aqlli odam. U Savsao'ning ishchiligini, planlarini bilalaydi. Masalan, Matang avatgan Pechin vaqasi va keyindagi ishni buzib o'tish vaqasi. Demak, mushu vaqalar amaliyotda Savsao demagan bo'lsa-mu, Yangshu uning ishchiligini bilib oladi. Ammo Yangshu'ningki dal mushundaq Savsao'ning ishchiligini bilib olishi ham boshqalarga buni devitishi, Savsao'ning oldida o'zini cho'ng tutib ko'ranglab ketishi dal uningki Savsao tarafidan o'ltirilishiga sababchi bo'lib qolgan. Nimishqa? Chunki Savsao gumonxo'r odam. U boshqalarning o'zining ishchiligini bilib olishini, planlarini oshkorlanib ketishini xohlamaydi. Endi turmushda o'xshash. Agar siz boshqalarningki nima qilmoqchi ekanligini bilib olgan bo'lsangiz yoki ishchiligini bilib qolgan bo'lsangizmi, uni hargiz oshkorlab etmang. Chunki siz boshqalarningki qancha ko'p sirini bilgan siri boshqalarga shuncha ko'p tahdid elib kelasiz. Boshqalar sizdan asta-asta yiroqlashishga boshlaydi. Agar sizmi bu gaplarimga qo'shilsangiz, inkas rayoniga 6 raqamini qoldirib qo'ying, ham texnik ko'p do'stlarning foydalanishi uchun tarqatib qo'ying. Texnik ko'p jondorchilik va korxonchilikqa oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonamga uchur qiling.